Western School innovatsion mobil ilova orqali ta'lim beruvchi yangi avlod o'quv markazi. Ya'ni siz bu yerda ham ta'lim olasiz, ham rivojlanib borasiz. Sizga tavsiya qilgan kursimiz General English deb nomlanib, umumiy 4 darajadan iborat. Bular Beginner, Elementary, Pre-Inter va Intermediate. Har bir daraja davomiyligi 3 oydan, darslar haftasiga 3 kun 80 daqiqadan bo'lib o'tadi. Siz smart xonalarda Oxford University Press dasturi asosida ta'lim olasiz. Sizga 3 nafar ustoz dars beradi. Bular asosiy teacheringiz, support teacher, ya'ni yordamchi o'qituvchi va onlayn sari teacher. Asosiy ustozingiz professional talkmaster va IELTS prolar bo'ladi. Support teacher esa sizga darsdan tashqari qo'shimcha bepul dars o'tish orqali sizni rivojlantiradi. Masalan, qaysidir mavzularni o'zlashtirishga qiynalsangiz yoki sababli ravishda darslarga kela olmasangiz, uni xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Sara teacher esa onlayn sun'iy intellekt ustozi. U haqida ma'lumotim davomida yana qayta tushuncha beraman. Eng muhim qulayliklarimizdan yana biri esa Students App ilovasi. Unda juda ko'plab funksiyalar mavjud. Hozir men sizga eng muhimlarini aytib o'tsam, Coin tanga to'plash funksiyasi. Bunda siz gamifikatsiya o'yinlarini o'ynash orqali coinlarga ega bo'lasiz. Bular sizga ingliz tilini o'rganishingizga foyda beruvchi qiziqarli o'yinlar. Yana o'z vaqtida darslarga kelish, ya'ni davomat orqali, oylik imtihonlardan yuqori natijalar ko'rsatish orqali va IELTS ga ham registratsiya bo'lish orqali coinlar to'plashingiz mumkin. Coinlaringizni esa shoplardan istalgan sovg'angizga almashtirasiz. Sovg'alar ichida hattoki iPhone 16 Pro Max ham mavjud. Keyingi funksiyamiz networking. Ya'ni siz bunda Western School o'quvchilari bilan fikr almashish maqsadida chatlarda yozishib turishingiz, o'z akkauntingizga istoriyalar joylashingiz mumkin. Hattoki ilovada talabalar reytingi ham yuritiladi. Va bundan tashqari sizga eng foydali bo'luvchi onlayn lug'at, ya'ni translator va onlayn kutubxona bo'limlari ham mavjud. Onlayn kutubxonada audioli kitoblarni ham tinglab o'qishingiz mumkin bo'ladi. Siz Students App ilovasida o'z to'lovlaringizni boshqarishingiz, masofadan turib ham o'tkazma qilishingiz mumkin. Imtihon natijalaringizni ham aynan ilova orqali batafsil ko'rib borasiz. Yuqorida aytib o'tilgan 3-ustozingiz Sara ham sizga aynan mana shu ilova orqali xizmat ko'rsatadi. U barcha savollaringizga javob beradi va siz bilan ingliz tilida suhbat quradi. Har yakshanba kunlari markazda offlayn holatda Sunday eventlar o'tkaziladi. Bu masalan mutaxassislar tomonidan master klasslar, yulduzlar bilan uchrashuvlar, speaking va movie klublar bo'lib o'tadi. Siz Sunday eventlar haqidagi yangiliklarni ham aynan Students App ilovasida ko'rib borasiz. Hozirda juda ko'plab o'quvchilarimiz aynan Western School'ning zamonaviy o'qitish metodikasi orqali o'zlari istalgan yuqori natijalarga erishib kelishmoqda. O'z natijalaringizni bilib borishingiz uchun bizda har hafta mock examlar o'tkaziladi. Ularda siz haqiqiy IELTS va TOEFL imtihoni atmosferasini his qilasiz. Yuqori natijaga erishish uchun albatta intizom muhim. Shu uchun 3 marta darslarni sababsiz qoldirsangiz, markazdan chetlatilasiz. Chunki bizning maqsadimiz sizga faqatgina sifatli ta'lim berish.